Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarim. Oldin ham aytgan edim, ya'ni Shay avtomobillari bu Xitoy o'sha o'zimizning Cobalt'ga o'xshagan avtomobillardan bittasi hisoblanadi. Sababi kamdan kam servisga keladi. Men o'zim ham kamdan kam servisda mana shu avtomobillarni uchrataman. Sababi mehnatkash mashina. Xuddi o'shani sedan emas, o'zi hatchback deyiladi, lekin bir xil buni crossover ham deydi. Shunaqa versiyalar xudo xolasa sotuvimizga keldi. Bu avtomobil turbina komplektatsiyasi propanlari bilan tayyor holatda, yili ham 2024. Egalarning aytish bo'yicha kraskasi top-toza. Xudo xolasa yana kelib, haydab ko'rib, kam ko'sti bo'lsa joyida yana gaplashamiz. Xudo xolasa muammosi yo'q. Mashina test drive'ga tayyor. Ya'ni o'zimda turib bemalol kelib haydab ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi mashina, arzonroq variantlar qidirayotganlar, propanlar bilan tayyor bo'lgan variant qidirayotganlar uchun egalar o'zi keldilar. 18 mingga qo'yib bering. Aka, 18 ming qo'yib bera olmayman dedim. Yaxshiroq narx qo'ysangiz, mayli video qilib chiqarib beraman YouTube'imga dedim. Shuning uchun egalari bilan kelishib shu chiroyli narx qo'yaylik deb shu narx qo'yilyapti. Xo'p, narxini video davomida aytib o'taman, lekin mashinaning bittasini ko'rsatmasam bo'lmaydi. Nima xususiyatlari borki, bu avtomobil o'shani mehnatkash avtomobillar hisoblanadi. Xo'p, rangi qora 2024, xudo xolasa kraskalarni yana bemalol tekshirtiraverasizlar, muammosi yo'q. Xo'p, ichki salonlarda bu yog'i elektron paket bilan. Buni o'zi mana salonda bizning paytda sotilganda bu mashina o'sha paytda 23 mingdan sotilgan. Hozir ham pashti narxi shunaqa atrofida. Shine JS'lar hozirga chiqaman, chunki bu Shine'dan atmosfernaqa versiyasi emas, ani sedan versiyasi emas, bu hatchback kuzovli varianti. Yana bu turbina eng full komplektatsiyasi. Buni atmosfernisi o'sha paytda 21 mingdan sotilgan. Hozir bu komplektatsiya ham 23 ming. Haligacha narxi baland bo'lgan avtomobillar safga kiradi. Egalari nimaga sotyapti degan savol tabiiyki tug'ilishi aniq. Dongfeng Ipai 008 olyaptilar, shuning uchun avtomobil sotilyapti. Xo'p, old dizaynlarimiz elektron paket, u yog'i ham, bu yog'i ham mana elektronli, ko'rayotgan bo'lsangiz dizaynlar. 160 gradus kameralari ham bor. Undan tashqari bunda lyuk emas, panoramli lyuk. Oddiy lyuk emas, panoramli lyuk hisoblanadi. Orqalari ham anchagina yaxshi, 5 kishilik mana qo'shlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, 5 kishilik versiyalari. Orqa bagajlari ham mana hatchback hisoblanadi, bemalol yuklarni ortib, bagajlari ham anchagina keng. Propani buni ham tegdi bo'ladi, propanlari bor. Egalarning aytish bo'yicha Shohruh propan o'zidan 500 km atrofida bemalol yuradi mashina deb aytibdilar. Bagaji ham kattagina, mehnatkash mashina. Buni atmosfernisiga metan bosishardi, lekin bular yaxshi to'g'ri qildilar. Turbina bo'lgan uchun propan qo'ydirdilar. Propanning o'zida ham zo'r yuradi. Luboy kelin kelsa haydab ko'rsalar, xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi mashina. Maza haydadim, hali servisga kamdan kam kelganman deb aytdilar. Monitorlari, cruise kontrollari mana propanlari bilan, xullas mehnatkash mashina. Mana bularni aytmasa bo'lmaydi mana. Hamma joylarida o'ziniki. Rullarni burganingizda o'z mana kameralar. Eng qizig'i rus tilida. Xitoycha chang-chungli emas, rus tilida qulay. Mana panoramalarning hammasini ko'ryapsizlar. Xudo xolasa ham chiroqlariniki bu yoqda. O'sha paytda lekin buz mashinalarimiz zo'r sotilgan. Haligacha klient va qilsa, даже buni ko'rdim. Mana kraska yeganlarni ham narxini normalniy qo'yib o'tishibdi. 20 ming so'rayotganlar ham bor, 19,5 ming so'rayotganlar ham bor. Biz okey, men unaqa qo'ymayman. Chunki obunachilarimiz har doim qo'yilgan mashinamiz Xudoning izni bilan hammasi sotilib ketgan. 16500 ga narx qo'yildi. Menimcha bunaqa narxga propanlar bilan hadovoy, ani mehnatkash mashina topish qiyin. Yana bunaqa kuzovdagi variant. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Buni o'zi rasxodi shundan kam yetmaganiga propanlari bilan bor. Probegini bitta o'zi bo'yini ko'rsa, 51780 km yurgan mashina. 51780 km yurgan. Bunaqa mashinaga 50 ming probeg chipuxa. Chunki men buni 100 ming yurganlarni ham ko'rib bo'lganman. Shuning uchun muammosi yo'q. Ya'ni hadovoy mashina. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Buni yana yaxshi tarafi turbina komplektatsiyada bakoyda slipoy zonalari ham bor. Ya'ni bu ancha foydali bo'lgan funksiyalardan bittasi. Oldi mana mono qoshlari ham hammasi yonadi. Pastda nomer qoldiraman, telefon qilinglar. Xudo xolasa 16500 sunnati gazgina o'tib beramiz. Ya'ni bilasizlar, har doim mijozlar otgan mijozlarga ham chiroyli narx beramiz. Lekin o'sha insof bilan narx qo'ydik. Boshqa joydan bemalol surishtiravringlar. Bunaqa arzon narxga, bunaqa variant, bunaqa propanlari bilan ichga qilib bering. Ya'ni yili 24 ligini ham hisobini olinglar. Joninglar sog' bo'lsa, xudo xolasa sizlarga har doim yaxshi kontentlarni ulashishda davom etamiz.